O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalarimiz faoliyati, chet eldagi vatandoshlar hayoti, mehnat migratsiyasiga oid so'nggi xabarlar, xalqaro maydonda mamlakatimiz haqida bildirilayotgan fikrlar. Diplomatik dayjestda bularning barchasi haqida so'z boradi. Assalomu alaykum. Mazkur hafta yurtimizda yangi kun, yangilanish va ezgulik ramzi bo'lmish Navruz bayramini nishonladik va bayram ruhi hamon davom etmoqda. Bilamiz, Navruz bag'rikenglik, do'stlik va birdamlikni ulug'laydigan ayyom. Bugun ko'rsatuvimizda ushbu ayyomning xorijiy davlatlarda qanday nishonlanishiga oid xabarlar ham o'rin olgan. Dastavval vazirlikda o'tkazilgan uchrashuvlar haqida qisqacha to'xtalamiz. 17 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri AQSh Kongressi a'zosi Kerol Miller bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot chog'ida ikki va ko'p tomonlama hamkorlikni mustahkamlash masalasi muhokama qilindi. Xuddi shu kuni vazirning xalqaro hamkorlik bo'yicha Yevropa komissari Yozef Sikela bilan uchrashuvida o'zaro munosabatlarni yanada mustahkamlash yo'llari o'rganib chiqilib, iqtisodiy hamkorlik, sarmoyaviy va mintaqaviy barqarorlikka alohida e'tibor qaratildi. 20 mart kuni O'zbekiston Tashqi siyosat idorasi rahbari, Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari, Tashqi ishlar vaziri Murat Nurtlev bilan ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlari kengashining birinchi yig'ilishini o'tkazdi. Siyosiy muloqotni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va xalqlar o'rtasidagi aloqalarni yig'ilish kengashining birinchi yig'ilishi bayonnomasi imzolandi. Vazirlar shuningdek Xiva shahridagi Ichan qal'a majmuasiga tashrif buyurishdi. Bizning qo'shma ekskursiyamiz nafaqat diplomatiya, balki o'zaro hamjihatlik va umumiy merosimizga hurmatni mustahkamlash yo'lida ham chuqurlashib borayotgan hamkorlikni aks ettiradi, deb yozdi vazir o'zining Telegramdagi sahifasida. 17 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Alloyev, Omon elchisi Vafo Al-Busaydi, Misr elchisi Tamir Fathi Abdusalom Hamad va Pokiston elchisi Ahmad Farruq bilan alohida muzokaralar o'tkazdi. Muloqotlarda ushbu davlatlar bilan ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalasiga e'tibor qaratildi. O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatullo Ergashev Buyuk Britaniya elchisi Timothy Smart bilan uchrashdi. Uchrashuvda Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash borasida O'zbekiston va Buyuk Britaniya hamkorligi ko'rib chiqildi. Har qanday buyuk davlatning muvaffaqiyati diplomatlarning mahoratiga bog'liq, deydi amerikalik siyosatshunos va davlat arbobi Henry Kissinger. Darhaqiqat, samarali diplomatik aloqalar orqali mamlakatlar o'zaro ishonch va hamkorlik muhitini shakllantiradi, savdo-iqtisodiy rivojlanishga yo'l ochadi va xalqaro maydonda o'z pozitsiyasini mustahkamlaydi. Har bir muvaffaqiyatli kelishuv, har bir strategik hamkorlik ortida ularning mehnati va uzoqni ko'ra olish salohiyati turadi. Ko'rsatuvimizni xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalarimiz faoliyati haqidagi xabarlar bilan davom ettiramiz. 21 mart Navruz bayrami yurtimizda keng tantana bilan nishonlandi. Shuningdek, xorijiy davlatlarda tadbirlar davom etmoqda. Jumladan Navruz ayyomi munosabati bilan Tehrondagi Ozodiy minorasi O'zbekiston bayrog'i ranglariga burkandi. Shuningdek, Berlin shahri Zelendorf tumanida har kuning o'lsun Navruz shiori ostida Navruz sayllari o'tkazildi. Buyuk Britaniyaning Cambridge universitetida ham madaniy tadbirlar tashkil etildi. Mamlakatimizning Latviyadagi elchixonasi tomonidan Ozarbayjon, Qozog'iston va Turkiya davlatlarining diplomatik vakolatxonalari bilan birgalikda madaniy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Yana bir tadbir mamlakatimizning Moskvadagi elchixonasida diaspora tashkilotlari ishtirokida o'tkazildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakolatxonasi Afg'oniston, Ozarbayjon, Hindiston, Eron, Iroq, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va Turkiya missiyalari bilan birgalikda Navruz bayramini nishonlashga bag'ishlangan bayram tadbiri tashkil etildi.
Nyu-York shahrida O'zbekiston va Nauru o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risidagi qo'shma kommyunike imzolandi. Ikki mamlakat hukumatlari nomidan hujjatni O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Ulug'bek Lapasov va Nauruning BMTdagi doimiy vakili Lara Erab Daniel imzoladi. Nauru Respublikasi O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgan 159-davlat bo'ldi. O'zbekistonning Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasidagi doimiy vakili Oybek Eshonov mazkur tuzilma bosh kotibi Kao Kim Haurnga ishonch yorliqlarini topshirdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston elchisi Oybek Eshonov bundan avval Indoneziya prezidenti Subianto Prabowoga o'zining ishonch yorliqlarini topshirgan edi. O'zbekistonning Andoraga birinchi favqulodda va muxtor elchisi Farruh Tursunov ushbu davlat tashqi ishlar vaziri Immattor Fauzga ishonch yorliqlari nusxalarini topshirdi. Diplomat 2024-yil 9-aprelda O'zbekiston elchisi sifatida Ispaniya qiroli Filipp VI ga ishonch yorliqlarini topshirgan edi. O'zbekiston elchisi Rahmatullo Nazarov Belarus Milliy assambleyasi vakillar palatasi raisi Igor Sergenko bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida O'zbekiston-Belarus hamkorligi, xususan parlamentlararo aloqalarni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va tadbirkorlik sohalarida hamkorlikni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Turkmanabod shahrida O'zbekiston va Turkmaniston suv xo'jaligi idoralari rahbarlari va mutaxassislarning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tomonlar Amudaryo oqimi yo'qotishlarining oldini olish va undan oqilona foydalanishga qaratilgan zarur gidrotexnik tadbirlarni amalga oshirishda yaqindan hamkorlik qilishga kelishib oldilar. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasida buyuk ma'rifatparvar, yozuvchi, publitsist, dramaturg va jamoat arbobi, jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligiga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. O'zbekiston elchisi Muhsinxo'ja Abdurahmonov tashrif bilan Yaponiyaning Fukuoka prefekturasida bo'ldi. Tashrif davomida hamkorlik aloqalarini kengaytirish, mamlakatimizning iqtisodiy diplomatiya siyosatini faol ilgari surishga qaratilgan uchrashuvlar o'tkazildi. Shuningdek, O'zbekistonning investitsiyaviy va turizm salohiyati mavzusida biznes forum tashkil qilindi. O'zbekistonning Polshadagi elchixonasi delegatsiyasi amaliy safar bilan Kichik Polsha voyevodligida bo'ldi. Muzokaralar davomida Samarqand viloyati va Kichik Polsha voyevodligi hamda Samarqand va Krakow shaharlari o'rtasida qator sohalarda hududlararo hamkorlik o'rnatish masalasi ko'rib chiqildi. Pokiston poytaxtida Food Fest Uzbekistan 2025 milliy oziq-ovqat mahsulotlari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Turli sabablarga ko'ra chet elda bo'lib turgan yurtdoshlarimiz bor. Kimdir o'qishda, kimdir ishda, kimdir vaqtincha safarda. Muhimi ular bilan doimiy muloqot, huquq va manfaatlarning himoya qilinishi, konsullik huquqiy yordami ko'rsatish. Bu davlatimizning ustuvor vazifalaridan biri. Xorijdagi elchixonalarimiz va konsulxonalarimiz bu yo'nalishda ham katta mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Yurtdoshlarimiz murojaat qiladi, diplomatlarimiz ko'mak beradi. Huquqiy masalalar, hujjatlar, murojaatlar hammasi e'tiborda. Bu haqida qisqagina to'xtalamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev va Ulsan shahri meri Kim Du-gyon boshchiligidagi Koreya Respublikasi delegatsiyasi o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Suhbat chog'ida Kim Du-gyon Koreya tarixida ilk bor O'zbekiston fuqarolariga shahar meriyasi orqali soddalashtirilgan tartibda mehnat vizalarini berish mexanizmlari ko'zda tutilayotganini ma'lum qildi. Bitiruvchilar 3 yillik kasbiy tayyorgarlik va til o'rganish kurslarini tamomlagandan so'ng mehnat vizasi olinadi va ishga joylashtiriladi. Bunday mexanizm pilot loyiha sifatida birinchi marta qo'llanilmoqda. Koreya meri agar natija ijobiy bo'lsa, boshqa shaharlar ham O'zbekiston fuqarolari uchun ushbu mexanizmni joriy etishi mumkinligini tushuntirdi. Mamlakatimizning Shanxay shahridagi bosh konsulxonasi xodimlari Xitoyning Taizhou universiteti rahbariyati va bu yerda tahsil olayotgan vatandoshlar bilan uchrashuv o'tkazdilar. Uchrashuv yakunida Navruz, Yoshlar kuni, Mustaqillik kuni bayramlarini hamda turli xil intellektual va sport tadbirlarini birgalikda tashkil etishga kelishib olindi.
O'zbekiston bosh konsuli Aslam Akbarov Novosibirsk davlat iqtisodiyot va boshqaruv universiteti talabalari bilan uchrashuvda bosh konsulxona faoliyati, konsullik xizmatlari, vatandoshlarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishidagi vazifalar haqida so'zlab berdi. O'zbekiston elchixonasi diplomatlari Belarusning Vitebsk shahriga safarlari davomida ushbu hududdagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan vatandoshlar bilan uchrashuv o'tkazdilar. Diplomatlar vatandoshlarni bir-birini qo'llab-quvvatlashga va O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida birgalikda harakat qilishga chaqirdilar. Yurtimizda kechayotgan islohotlar va taraqqiyot jarayonlari xalqaro hamjamiyat e'tiborida. Nufuzli xorijiy ommaviy axborot vositalari mamlakatimiz haqida maqolalar e'lon qilib, iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy o'zgarishlar va turizm salohiyatiga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu hafta esa xalqaro nashrlarda O'zbekistonning sayyohlik imkoniyatlari va madaniy merosi keng yoritildi. Ular tomonidan berilgan maqolalar nafaqat qiziqarli, balki O'zbekistonning jahon sayyohlik xaritasidagi o'rni mustahkamlanib borayotganini ham tasdiqlaydi. Hozir shu haqida qisqacha. Saudiya Arabistonining Sahm News elektron nashrida O'zbekiston tibbiy turizm uchun eng yaxshi yo'nalishlardan biri sarlavhali maqola e'lon qilindi. Saudiya Arabistonining ommabop Nabt al-Hadas gazetasida Qashqadaryo viloyatidagi G'ilon turizm qishlog'i to'g'risida yozildi. Xuddi shunday maqola Rossiyaning Industriya Yevraziya jurnalida ham e'lon qilindi. Polshaning Kobieta 20 elektron portalida O'zbekiston Markaziy Osiyoning durdonasi, O'zbekiston sayohat qilishga arziydi sarlavhali maqola nashr etildi. Saudiya Arabistonining ingliz tilida chop etiladigan Yetakchi Arab News gazetasida O'zbekistonni kashf eting, madaniyatlar chorrahasi sarlavhali maqola e'lon qilindi. Yaponiyada O'zbekistonga ilk bor sayohat nomli maxsus kitob yapon tilida chop etildi. Bundan tashqari Vengriyaning Hello Magyar nashri, Polshaning mashhur Kierunie Kavkaz elektron portali, Rossiyaning Rossiyskaya gazeta nashri hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiy saytida mamlakatimiz hayotining turli sohalariga oid islohotlari haqida maqola va xabarlar joylashtirildi. Shuningdek, mamlakatimizda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar rahbarlari O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazida bo'lishdi. Xorijiy davlatlar elchilari Dunyo axborot agentligi uchun bergan intervyularida markaz haqida o'z fikrlarini bildirishdi. Xitoy elchisi Yu Цзюн: План вообще очень грандиозный, и решение уважаемого президента. Markaz loyihasi haqiqatan ham ulkan. Muhtaram prezident Shavkat Mirziyoyevning bunday markazni barpo etish qarori ehtiromga loyiqdir. Prezident janobi oliylari ta'kidlaganidek, bu markaz haqiqiy islom, tinchlik, hamjihatlik va taraqqiyot dini ekanini ko'rsatishga qaratilgan. Bu juda qimmatli g'oya. Malayziyaning O'zbekistondagi elchisi Ilhom Tuabin Ilyas: make the world know about Islam is a Biz dunyoga islom faqat din emas, balki ilm, fan, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari rivojiga hissa qo'shuvchi hayot tarzi ekanini ko'rsatishni istaymiz. Bu maskanga kelganimdan xursandman. Bu men uchun baxt va musulmon davlatlarning ta'lim, san'at, turizm va savdo sohalarida qanday rivojlanishi mumkinligini ko'rish imkoniyatidir. Bundan tashqari Ko'klam bayrami, Navro'z tantanalarida xorijiy davlatlar elchilari qatnashdi va ular ham o'zbek xalqiga o'z tabriklarini yo'llashdi. Ozarbayjon elchisi Guseyn Guliyev: o'zbek xalqi o'z an'analarini saqlab, dadil olg'a intilayotgan buyuk xalqdir. Navro'z uning kuch-qudrati, birdamligi va yangi marralar sari intilish timsoli. Buyuk Britaniya elchisi Timothy Smart: 8 yillik islohotlar O'zbekiston o'z mavqeini mustahkamlash yo'lidagi ta'sirchan yo'ldan dalolat beradi. Mamlakat jahon sahnasiga qanday ishonch bilan kirib kelayotgani, butun Markaziy Osiyo mintaqasiga naf keltirayotgani kishini hayratga soladi. Yilning eng sevimli bayrami Navro'zni shu yerda, go'zal yangi O'zbekistonda prezident va diplomatik hamjamiyat bilan birgalikda nishonlash katta sharafdir. Navro'z ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Barchangizni ezgulik va yangilanish ramzi bo'lmish Navro'z bayrami bilan yana bir bor samimiy tabriklaymiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.